Turkiya deganda xayolingizga faqat moviy sohillar kelsa, shoshmang, chunki Turkiyaning har burchagi boshqa bir dunyo. Turkiyada 7 ta jo'rafiy bo'lga, ya'ni geografik mintaqa bor va ularning har biri o'ziga xos madaniyatga ega. Marmara bo'lgasi Yevropa va Osiyoni bir-biriga bog'lovchi yurak. Istanbulning tarixiy ko'chalarida qadimiy imperiyalar izlari, Boğaziçi bo'g'ozining betakror manzarasi. Dunyo tijoratining qalbi. Ege bo'lgasi, Ege dengizi sohillari, iliq dengiz, oq uyli qishloqlar, zaytun daraxtlar va qadimiy Efes xarobalari bilan mashhur. Akdeniz bo'lgasi, O'rta Yer dengizi sohillari, quyoshli plyajlar, shinam mehmonxonalar. Antalya va Bodrum aynan shu mintaqada joylashgan. Ich Anadolu bo'lgasi, keng dashtlar, tarixiy Konya va o'sha hammamiz biladigan Kapadokiyaning sehrli tosh shakllari va havo sharlari manzarasi. Xuddi ertak dunyosiga kirgandek bo'lasiz. Karadeniz bo'lgasi, har taraf yam-yashil tumanli tog'lar, choy dalalari. Manzarani ko'rib mast bo'lib qolasiz. Bu yerning manzarasi ham, odamlari ham juda ajoyib. Doğu Anadolu bo'lgasi, baland tog'lar, Van ko'li va qishda oppoq manzara. Güneydoğu Anadolu bo'lgasi, tarixiy binolar, Mesopotamiya izlari, lazzatli taomlar, iliq mehmondo'st odamlar. O'sha siz sevgan turk taomlarining aksari mana shu mintaqaga oid. Ko'rib turganingizdek, Turkiya har qadamda boshqa bir hikoya, boshqa bir manzara. Siz qaysi mintaqani kashf etishni xohlaysiz? Izohlar qismida yozib qoldiring. Görüşmek üzere.